xalqaro maydondagi notekislik va oldindan aytib bo'lishi mumkin bo'lmagan inqirozlar ketma-ketligini fonida yangi O'zbekiston islohotlari to'xtamayapti. Yangi O'zbekiston islohotlari yana ilgari ketyapti. Va eng muhimi bu islohotlar statistika uchun, ko'rsatish uchun, xalqaro maydonlarda obro' orttirish uchun emas, xalqimizning hayotini o'zgartirish uchun bo'lyapti. Va buni yaqqol misollaridan biri biz davlat rahbarini boshidayoq mana shu kambag'allik bilan bog'liq bo'lgan muammo, aholimizni daromadini kam ekanligini e'tirof etish bilan bog'lashimiz mumkin. Bu kamchilik uzoq yillar tan olinmagan. Aholimizda daromadi kam bo'lgan, sharoitlar yaratilmagan daromad olish uchun. Daromadi kam bo'lganligi yoki kambag'alligi bu xalqimizning dangasaligi bilan bog'liq emas. Bu daromad olish uchun sharoitlar yaratilmaganligi bilan bog'liq bo'lgan. Va davlat rahbari bu masalalarni e'tirof etib, davlatning mas'uliyatini zimmasiga olib, barcha hokimiyat organlarini oyoqqa turg'izib, kerak bo'lsa juda katta moliyaviy resurslarni bunga jalb qilish bilan birgalikda o'rgatish, ya'ni faqat baliq berish emas, qarmoq berish va qarmoqdan foydalanish malakasini, ko'nikmalarini shakllantirish kabi bir tizimlardagi islohotlarni amalga oshirish bugun aholini dunyoqarashini, tafakkurini va albatta natijalardagi ko'rsatkichlar bilan namoyon bo'lyapti.